Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli podpischilarimiz. Ro'za va Ramazon oyi bilan hammangizni chin yurakdan tabriklayman. Lyuks avto jamoasi nomidan hammangizga shu hayit bayramlari muborak bo'lsin. Tutgan ro'zalaringiz qabul bo'lsin. Lyuks avtoda sizlarga hayit bayramida zo'r mashinalarimizdan sotib aytib qo'ydik. Prado'larimizdan sortimentlarimizni ko'paytirib, navbatdagi sizlarga reklama qo'yib beradan Prado'miz Toyota Land Cruiser Prado 150 lik mashinamiz kam probegli 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Buning asosanida 19-yil mashinalarni sotuvda kamdan kam. Xohlaganingizcha kelib ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. 2019-yildan beri bir odam ofitsialniy rastovnochga bo'lib bergan, shu odamlardan oddan o'tib, qo'lma-qo'l bo'lib yurgan mashinamiz. Mashinamiz bor yo'qi 23 ming kilometr yurgan. Xohlaganingizcha tekshirib olishingiz mumkin. Zavodskoy родной Bridgestone balonlarida motor fotograflarini ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz maslada o'tdi-ku, shuni. Ideal holatda. Buninglar sotuvda kam. Salon qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Qora rangli 207 lik motor bilan jihozlangan mashinamiz. 300 lik monitorlari qo'yilgan. Abagrev, Abduf 207 lik eng fulli, xolodilnik, hamma namorotlari bor. Ko'rishlaringiz zadniy monitorlar. Xullas, bu mashinamizni Lyuks avtodan bemalol kelib, sizlar xohlagan to'lov asosida xarid qilishlaringiz mumkin. Mashinamiz 23 ming kilometr yurgan. Bir qo'l hisob ma'lumot 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Buning sosteniyalari kam. Mashinamiz haqida narxlarni kommentariyga yozib o'tamiz. Qiziquvchilar bo'lsa, bemalol telefon urib, narx-navolar haqida ma'lumot olishlaringiz mumkin. Hammangizni Lyuks avtoda kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimga shunday noyob zo'r mashinalar kerak bo'lsa, menga murojaat qilishni bilaverasizlar. Sizlarga eng zo'rlarini Lyuks avto loyiq ko'radi.